Juda ham zo'r bo'ldi, xudo xolasa ko'ngildagidek o'zimizga. Hop. Ha, bu spanni ekan. Mana bu ham bitta radiator qo'yganmiz, ham topli pol deydi. Bu xona bu yoqda hamma yer topli pol. Bu yoqda radiator. Nima? Yushilkasi beda bo'ldi, sochiqlarni olib qurib. Hop, topli pol. Yuqorida mana rakovina, bu yerda tahorat qiladigan joy qilindi. Hop, bu yerda hojatxona qildik. Oddiy qilib, mana dush o'zida. Xudo xolasa juda ham chiroyli qildik. O'zimizni ko'ngildagidek ham chiqdi, xudo xolasa. Chunki litrli suvlarni to'ldirdik. Mana 70 gradus qo'lni kuydiradigan holatda. Juda ham zo'r. Mana keyingi xonasida ham radiator topli pol. Bu koridorda hech narsa yo'q. Keragi ham yo'q. Koridorda isitish keragi ham yo'q. Hop, endi oshxonamizga kirish kerak. Bu yerda kollektorni chekiga terganmiz. Hop, oshxonani ham chiroyli qilib berdik, issiq sovuq suvlarni. Hop, hali ham havosi bor ekan, sal shildirayapti. Sekin ertagacha zo'r qoladi. Mana 45 gradus. Mana bu yoqqa 65 gradus. O'zi katyolam endi ishladi. Sovuq suv qaytib endi ishladi. O, qo'llar ko'rishyapti. Yoqdagi gradus to'shni kelyapti. Mana obratkalarni ham olib Xudo xolasa qattiq qish kunida ham cho'tki ishlaydi. Garantiya beramiz, xudo xolasa uylar. Mana shunday noldan qilingan uylarimizga isishiga, sistemalar ishlashiga hamma taraflama zo'r garantiya beramiz. Katyol yonibdimi? Ishlabdimi katyol? Katyol mana o'zi hozir dam olib turgan edi. Xudo xolasa ishga tushdi. O'zi mana avtomatik yonadi. Mana ham ishladi. Ha, pasaytirib qo'yamiz. Xudo xolasa zo'r. Endi bu yerdan sal pasaytirib qo'yamiz. Mana yerdan pasaytirib mana. Aha. Yo, o'zim sekin pasaytirib beraman deb hozir isitib olishim uchun katta gradus berdik. Yo, ko'mir surishi yaxshi hozir xudo xolasa. Hop, bu yerda sistemamiz shunday bo'ldi. Bashbakimiz bir chekali qo'ydik. Xudo xolasa, bu yer katyolxona bo'ldi. Mana shu yerga ozgina eshik qo'yiladigan bo'ldi. Atrofidan xudo xolasa chiroyli qilib. Bu yerda zakrit sistema, suv bosimiz bir bardan pastroq. Biz bu yerda avtopopitka bilan qo'yganmiz. Bir bardan pastroq. Bundan oshirmaydi. Mana shu narsa. Juda ham aqlli. Suv ozaysa o'zi to'ldirib qo'yadi. Mana shu bir bardan ozmaydi. Bir bar kerak bo'lsa, ikki bar kerak bo'lsa, mana shu yerda mikrovka qilib shuni to'g'rilasa bo'laveradi. Suv sistemaga kiradi, qaytib chiqib ketmaydi. Qo'shimcha obratni e'tirofini qo'yildi. Mana bu qo'shimcha. Podachasiga, obratkasiga ham termometr qo'yildi. Triходovlarimiz ham juda chiroyli, 45 gradus ajratib beryapti. Sekin pasaytirib ishlatib bo'ladi. Xudo xolasa, zo'r. Endi ertaga mana shu yerga kir mashinamizni qo'yib bersak, ishimiz tugadi. Kir mashinani olib kelinglar, tezda. Yo'q, ko'tarib qo'yib qo'yilmaydi, ertaga ulab beraman. Xo'p, shunaqa xizmatlar, shunaqa katyollar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chiroyli qilib yetkazib, ishlatib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.